Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İmam farz namaz o'qiyotganda masjidga kirib qolgan odam darhol farz namozga ergishib, imom bilan birga farzni o'qish kerakmi yoki sunnat namozini o'qib, ondan farzga ergishish kerakmi? Farz namozga takbir o'qilgandan keyin boshqa hech qanday namozni o'qishga bo'lmaydi. Agar bomdatning 2 rakat sunnatini o'qiyanmagan bo'lsa, farz namoz boshlagandan keyin darhol tez yengil holatda bomdatning 2 rakat sunnatini o'qib olsa, darhol o'qib, uningdan keyin farz namozga ergashsa bo'ladi. Bomdatning 2 rakat sunnatini o'qib bo'lg'ichilik farz namozini jamoat o'qib bo'lish ehtimolligi, farz namozga ulgurmaslik ehtimolligi bo'lib qolsa, bu chaqda bomdatning sunnatini o'qimay farz namozga ergishadi. Bu ruxsat faqat bomdat namoziga hamcho xos. Ya'ni bomdat namozining sunnatini farz namozga ulguralish ehtimolligi bo'lsa, darhol o'qivasi bo'ladi. Boshqa namozlarning sunnatlarini farz o'qilayotgan vaqtda qat'iy boshlab o'qishga bo'lmaydi. Farzni o'qib bo'lib, uningdan keyincha o'qish lozim.